Labo mashinasiga metan zapaskalarda turishiga holatiga bitta baho berib qo'yamiz. Do'stlar, ideal holatda joylab berdik. Metan bagni o'rtaga tushirgan holatda mana shu holatda turadi. Zapaskamiz, ya'ni ideal holatda turadi mana. Hop. Uzoqroqdan ko'rinishi. Bu tarafdan ko'rinishi do'stlar. Shunaqangi xizmatlar kimga kerak bo'lsa, biz aloqadamiz. Polda teshgan holda qilib berdik. Tavsiya polda teshish tavsiyasini beramiz. Yuk polga tushdi. Agar teshmaydigan bo'lsak, yuk balkaga tushadi. Oldi tarafini 3-pakilini qilib, oddiy pakilini tushadi bu mashinaga. Sababi bu mashinamiz karburator. Aloqadamiz Gulistonga sifatli xizmat taklif qilamiz. Labo mashinasiga metan zapaskalarda turishiga holatiga bitta baho berib qo'yamiz. Do'stlar, ideal holatda joylab berdik. Metan bagni o'rtaga tushirgan holatda mana shu holatda turadi. Zapaskamiz, ya'ni ideal holatda turadi mana. Hop. Uzoqroqdan ko'rinishi. Bu tarafdan ko'rinishi do'stlar. Shunaqangi xizmatlar kimga kerak bo'lsa, biz aloqadamiz. Polda teshgan holda qilib berdik. Tavsiya polda teshish tavsiyasini beramiz. Yuk polga tushdi. Agar teshmaydigan bo'lsak, yuk balkaga tushadi. Oldi tarafini 3-pakilini qilib, oddiy pakilini tushadi bu mashinaga. Sababi bu mashinamiz karburator. Aloqadamiz Gulistonga sifatli xizmat taklif qilamiz.